Muş hazır yigitler qoğulavatqan, qizlar qechivatqan. Nim degan yaxshi ya. Uyay, bunim mushu yosh vaqtimda qo'g'ilgan yigitlar. Nima? Yosh vaqtim desam meni qirib ketibdi daqamanglar. Mana men bu yil Xudoyim buyursa 39 yoshga kirib 3 oy yashdim. Nima bo'pti? 39 yoshga kirib 3 oy yashqanlar, "Ey, tegmabdi" demsiz. Teydim. 3 qatim teydim. Andaqmi teydim, mandaqmi teydim, atqachibmi teydim. Endi shu mush tunji qatim mush Sherinjon degan bir yigitni tanishib qoldim. Uy, ashundan ism bo'ldi ekan-a, Sherinjon. Voy, uningdan Sherpaxon, Sherib Muhammad qo'ymabdi. Lekin shu o'zimga mush Sherinjon degan naqshni bek yoqtirib aytma. Kelinglar bir naqsh aytaylik. Alma attım deryaga şir. Voy hammanglar chosanglarchu. Voy bo'ldi, men roziman. Voy u o'zimichu qamlashmagan bir nimadi. Boshda sizlarning aylaringlarga o'xshash apparatda keladi. Akilatda apparat. Bir kuni tigamsa, deydi. Tigama dedim. To'y qilib aytsi. Xudan. Qo'saq bilan qisanglarchu. Deydi. Uyay. Men ömrümde undaq langman cho'chir samsi degan tamoqlarni yeb baxman. Shmish o'mashli qimamdim deb yurishni tozimi yo'yib tashqazan o'tni qiloplab etdim. Ey, yiliq yurish degandan kepi degandan hozirgacha olmab ekanman. Mushu 5 apqur 10 apqur bo'ldi. Javurga usib oldim, mushundaqli qo'ysam, bir manga, bir javurga, bir manga qarab chiqib ketdi. Bir azdan keyin qarasam, mush bir narsa yol ketdi. Mush taq peshonamga taq tegib edi. Poxil tushdim. Voy, deb birdan keyin ko'zimni ochib qarasam, yerdiyatma, yenimda el qo'mash qilgan cho'mish turibdi. Bayağı meni shuni urgan ekan. Voy, cho'mish urgan odam bo'lib qolamki, hech nim bo'lmadim. Yana bir atib, yana bir aytaydim. Onun oğlu şunda qiziqtinishib qoldik-da. Bir gün öyde omash etib yeb, o'tasam, mush qo'shnimiz To'katay qo'yin tozda yugurib kirdi. "Hey, Mizongul, bizning uygacha suydingdan bir mo'min shopir keldi, degamsa?" deydi. Uyay, nim deganingiz To'katay? Men undaq bo'lsa tegdi deb qoldingizmi? Men undaq pir traktor haydaydigan shopirlar tegmayman. Tegsam shu aeroplan haydaydigan ushqichilar tegma dedim. Ey ahmoq, onun ismi shopir bo'lgan bilan o'mashni yaxshi ko'rgan. Ha? deb tegibli oldim. O'mashni yaxshi ko'rdi ekan. O'mashni uxlaydi. O'mashni chiqib ketdi. Lekin bir kun o'zimcha, "Hey, mo'minim shopir, siz meni yaxshi ko'ramsiz?" desam, "Tong" deydi. "Hey, juring aram olayli" desam, "Qanoq bo'ldi-ki shu" deydi. "Hey, mo'min shopir, siz men bilan armonsiz bo'lmaydigan, men buni uyingizdan ketaman" desam, "Tong" deydi. Shu ochiqim nadin keldi, ketdim. Voy, qarindoshlarim, u bir hasrat chekib qo'yg'urdigan eramiz. Buni o'zining o'ruqligi sho'rab tashlatgan sho'xuldek. Belining inishkiligi bo'g'ib qo'ygan supurgidek ishton degan narsa to'xtamaydi. Endi shu erim qitligini shu yurayversekmi setgan. Endi yana birsi erim qitligini bir to'xtamış lag'man degan tegibli oldim. Voy, mush lag'man so'zdigan bo'lsa, bu Urumchining lag'manlari cho'lda qolsin. 360 metrni birli so'zida mush arxoytun ishkilan 180 metrdan bo'lishib yepli olamiz. Bir kun uyda lag'man etib yeb o'tasak, bir xotun uyga to'qis qilib bosirilib kirdi. "To'xtamiş ketdik. Uy to'xtaximmak yig'lab qoldi." "To'xtamiş, to'xta. O kim?" desam, "Siz uyda o'tirib qolsizlar. Men hozirlik kirmoq" deb chiqib ketdi. Keyin o'qsam To'xtamishning To'xtamışdek, to'qis qolsakna. Kelinglar sizlar. Bu sizlar kulg'os cho'mog'i yig'ib oldi. Men qo'mush, siz yurayvermam. Sizlar tishimga tegadigan mening qachon deysa deb. Menga chiqmadan narsa chiqyotdi. Ani ichidi, ani chiqidi, ani ichida desaydi, mana teshik desaydi. Sizlarning nimkoringlar men bilan debdikan-ku. Bir qatimdan 3 qatim durdi, 3 qatimdan 5 qatim durdi, 5 qatimdan 7 qatim
yerim qılmına. Vay bu ürümçilerden çıkmışçı. Ah, hulculardan çıkıp qala. Ah, seni dedim seni.